Sun'iy intellekt oshiq yigitni $27,000 ga uxlatdi. Shanxaylik Liu ismli yigit 2 oy davomida internet orqali Jiao ismli qiz bilan munosabatda bo'lgan va uning biznes ochishi hamda oila a'zosining davolanishi uchun 200 ming yuan, ya'ni $27,000 mablag' yuborgan. Biroq Jiao aslida sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan soxta shaxs bo'lib chiqdi. Liu birinchi marta qizni ko'chada yurganini ko'rgan va u haqiqiy shaxs deb o'ylagan. Keyinchalik qiz bilan internet orqali muloqotga kirishib, unga ishona boshlagan. Yigitga qiz tomonidan hujjatlar, tibbiy kartalar va hisob-kitob kvitansiyalar yuborilgan. Bu esa qizga nisbatan ishonchni yanada mustahkamlagan. Biroq 2 oyda ham sevgan qizi bilan umuman uchrasha olmagan Liu undan shubha qilib, politsiyaga murojaat qilgan. Tergov natijalariga ko'ra, bu holat ortida tajribali firibgarlar jamoasi turgani ma'lum bo'ldi. Ular